Assalomu alaykum Ubaytuz obunachilar. Bugun sizlar bilan Ubaytuz do'stlarida mavjud bo'lgan eng kuchli, eng professional shilpa o'rtimiz haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu shilpa o'rtimizda nima qulayliklari bor va qanaqa fishkalari bor, bu shilpa o'rtimizda qanaqa funksiyalari bor, nimalarga e'tibor berish kerak, shular haqida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Videoni kuzatib borasiz va videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, like bosishni esdan chiqarmang. Birinchi o'chiribda Rolf Top 5070 modeli shilpa o'rtimizni komplektida nimalar chiqishini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin, bu komplektimizda ichida nimalar chiqishini sizlarga bir marta tanishtirib o'tamiz. Bu shilpa o'rtimizni ko'rishingiz mumkin, og'irligidan bilsa bo'ladi, professionalligini. Patroni ham 13 patron, katta patron, temir patronli. Buni hamma bilgan bo'lsa kerak, temir patronning nima funksiyalari borligini. Buni o'zini-o'zi siqib oladigan avtostop funksiyasi ham bor. Keyin bu shilpa o'rtimizda perforator, shilpa o'rt, dread rejimlari ham bor. Keyin yana aytib o'tamiz, treshotkалari ham bor bunda. Bu shilpa o'rtimizni nagruzkali ishlariga bemalol foydalansanglar bo'ladi. Faqat buni tavsiya qilib o'tamiz sizlarga, nagruzkali ish qilayotganda treshotkasini oxirigacha qo'ysizlar, ko'rishingiz mumkin. Hamda dread положениясiga qo'yasizlar. Keyin skorsimizni birinchi skorsga qo'yasizlar. Birinchi skorsga qo'yib, dread положениyaga qo'yib, treshotkani oxiriga qo'yib qo'ysanglar, xohlagan temirgami, boshqa narsagami nagruzkali ishlarga ishlatsanglar bo'laveradi. Agar mayda samarangizda shuruplar bo'lgan bo'lsanglar, shuruplar o'z razmeriga, funksiyasiga qo'yib, ikkinchi skorsga qo'yasizlar, tezroq bo'ladi va shuruplar o'rtga qo'yganingizda treshotkani pastroqga qo'yib turib, qotirayotgan shuruplarni displeyami, kartongami kirgizib yubormasligini ta'minlab beradi. Endi sizlarga tanishtirib o'tamiz bu shilpa o'rtimizni nimalar bor komplektida. Birinchi o'chirishda nasabkalari, keyin yoniga qotirib qo'yish turib, ishlayotgan ustalarimizga ilib olib, tepalarda qulay foydalanishga temirli uchoqlar ham bor ichida. Keyin bunimizni doполнительный nagruzka qilgan paytlarda ketib qolmasligi uchun uchalar ham chiqargan, ko'chida mumkin. Va albatta ikkita baquvvatgina batareykasi bor. Batareykamiz 4 amperli, ko'rishingiz mumkin. 4 amper degani bu nagruzkali ishlarda ancha foydalansanglar, tugab qolmaydi, ishlataverasizlar. Keyin buning ichida bistro zaryadkamiz. Bu bistro zaryadkamiz boshqa zaryadkalarga nisbatan tezroq to'ldirib beradi. Keyin uzoqroq yetadi zaryadka. Endi bu shilpa o'rtimizni sizlarga funksiyalarini tanishtirib o'tamiz. Perforator, shilpa o'rt, dread rejimlarini sizlarga aytib o'tdik. Endi bunda asosiy fishkasi bo'lgan funksiyalari bor, o'shalarni tanishtirib o'tamiz. Bunda asosiysi nagruzka qilib ishlatgan paytingizda qo'lni aylantirib, o'zingizga zarar bermasligi uchun avtovyключение funksiyasi ham bor. Bo'lishingiz mumkin, bu ishlagan paytda qisib qo'yadi, aylanganda o'zi o'chib qoladi, to'xtab qoladi. Shu tomoni ancha qulaylik beradi sizlarga. Keyin buni оборотировка qilsanglar bo'ladi, knopkalarni bosib, bu оборотировка qilingan joyida yana sizlarga qo'shimcha qorong'i joylarda, oraliqlarda ishlatganingizda bu chirog'ini tepaga pastga qilib, o'zingizga qulay joyga to'g'rilab qo'ysanglar bo'ladi. Shular funksiyalari ham bor bunda. Keyin bu shilpa o'rtimizni batareykasi ham ixcham, ham uzoqqa chidamli, ko'p vaqtga yetadigan batareyka bo'ladi. 4 amperli aytganimizdek. Keyin bunda indikatori ham bor. Bu knopkasini bossanglar, indikator bilan zaryadkasi qancha qolganini aniq ko'rsatadi. Shuni e'tibor beringlar. Ko'p shilpa o'rtada indikator bor, lekin aniq ko'rsatmaydi. Bunda aniq ko'rsatadi. Keyin bunda bistro zaryadkasini qo'yib o'tishingiz mumkin. Bu bistro zaryadkamizni zaryadkaga qo'yganimizda zaryadkasi to'la bo'lsa, bu umuman zaryadka bermaydi. Boshqa shilpa o'rtaga o'xshab, to'la bo'lsa ham zaryadkaga sug'urib tursangiz zaryadka olavermaydi. Bunda o'zini avtomatik predохранительlari bor. Zaryadka to'laligida zaryadka bermaydi. Keyin shuni ko'rsatib o'tamiz. Zaryadka qo'yishinglar bilan zaryadkasi kam bo'lsa, qizil chiroq yonadi. Bu qizil chiroq degani zaryadka olyapti degani. Keyin pastda bunga yana funksiyasi bor. Agar sizlarda kelayotgan to'pinglar kam bo'lsa yoki to'pinglarda nagruzka bor bo'lsa, unga yetarli to'p bera olmayotgan bo'lsa,
qizil, yashil aralash chiroy yonadi. Bu paytda sizlarga boshqa joyga o'tkazishinglarni tavsiya qilamiz. Keyin zaryadga qo'yinglar, to'lgandan keyin yashil chiroy yonadi. Keyin sizlarga bir narsani aytib o'tamiz, shunga e'tibor beringlar. Zaryadga to'lgandan keyin, yashil chiroy yongandan keyin zaryadkadan iloji olinglar. Buni ko'pchilik kechqurun tiqib qo'yib, ertalabgacha zaryadga qo'yib qo'yganda batareyaga tez tugab qolishini olib kelishi mumkin. Batareyaga nagruzka beradi. O'shanda to'lishilar bilan olib qo'yinglar zaryadkani, batareyaga uzoq xizmat qilib beradi sizlarga. Bizda servis xizmatlarimiz ham bor. Bu instrumentimizni kafolatlari ham bor. Agar sizlarga kerak bo'lsa, servis xizmatlarini ham tavsiya qilamiz. Agar videolarimiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, ozgina bo'lsa ham foyda bergan bo'lsa, videolarimizga like bosing va bizani Ubay Tools ijtimoiy tarmoqlarida kuzatib boringlar. Keyin sizlarga eslatib o'tamiz, bizani shu professional instrumentlarimizni xarid qilmoqchi bo'lsanglar, ubaytools.com saytlarida yoki Ubay Tools mobil ilovasidan xarid qilishinglar mumkin.